قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi. İman. Ol 70'ten artık basqış. Eng yuqorisi la ilaha illalloh so'zlari. Eng tubani yo'ldan kishilarga g'azab keltiruvchi narsani olib qo'yu. Ham uyalshinlik imonning bir bosqichi bo'lib turadi. Uyalshinlik imonning bir bosqichi bo'lib turadi. Demak, imonning 70'ten ortiq bosqichi bor. 70'ten ortiq bosqichi bor. Ham eng buyugi nindi? La ilaha illalloh. La ilaha illalloh. Ham eng tubani yerdan kishilarga g'azab keltiruvchi narsani olib qo'yadi. Bu so'zlar borisidan dalil bo'lib turgan narsaga iymon ko'tarila ham tusha. Iymonning yuqori bor bosqichi ham tuban bosqichi bor. Shulaymi? Ham shulay uyalchanlik. Kimchilikmi? Uyalchanlik? Yo'q. Uyalchanlik shulay iymondan bo'lib turadi.